Hovli so'raganlar uchun ajoyib fayzli bir xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Chilonzor tumani Qozirobod mahalla Nurxon mahallasida joylashgan mana bu joyini qarang. Oshxonasini juda ham chiroyli, fayzli xonadonimiz. Kuxnya mebellariga alohida e'tibor qilingan. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Mana bu yoqda stol zona o'tirsanglar bo'ladi va bu yoqda o'zini mehmonxonasi bor ekan. Endi uydagilarning narsalarini hammasi shu yoqda bo'lgani uchun ko'rsatib o'tirmadim. Keling, sizga xonadonimizni planirovkasini tushuntirib o'taman. Общий hisobda 350 sotixga tushgan. Mana bu joyimizga kirib kelish holimiz, bu yoqda hovliga chiqish joyimiz. Bu yoqda ikkita yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonani ko'rsatib o'tamiz. Hop, xohlasanglar asosiy yotoqxona, xohlasanglar detskiy yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Mana bu joyimiz esa yana bitta kattalar yotoqxonasi bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda общий sanuzelimiz joylashgan. Sanuzel ham anchagina keng, juda ham chiroyli, fayzli mahalla. Bu hovlini tashqari tomondan ko'rishi, mahallani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. O'zingizlar e'tibor qilinglar, chiroyli qilib gullarni ham ekib qo'yishgan ekan. Ichkari qismlarini ham videosini qisqacha qo'yib ketaman. Xullas kalom, mana shu xonadonimiz sotilyapti. 280 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.